Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston buxgalteriyasi uchun 3.0 tahriri bir korxona dasturi foydalanuvchilari. Bugungi video darsimizning mavzusi jismoniy shaxslar uchun to'lov manbaidan olinadigan ushlanmalar va jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i. Hujjatni yaratish uchun zarplati kadr menyusidagi ввод доходов и налогов NDFL удержанных у источников выплаты bo'limiga kiriladi. So'ngra sozlab tugmasi bosiladi va quyidagi oyna ochiladi. Ochilgan oynada birin-ketin bo'sh maydonlarni to'ldirib chiqamiz. Nomer qismi o'zi avtomatik ravishda shakllanadi, sana esa kompyuterning sanasi bilan bir xil sanada bo'ladi. Agar xohlasak, sanani qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. So'ngra подразделение qismiga o'tamiz va показать все tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan o'zimizga kerakli bo'limni tanlab qo'yishimiz mumkin yoki tanlamasak ham bo'ladi. So'ngra pastki maydonga o'tamiz va сведение от доходов qismida добавить tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan показать все tugmasini bossak, quyidagi jismoniy shaxslar ro'yxati chiqadi. Ushbu ro'yxatdan o'zimizga kerakli jismoniy shaxsni tanlab qo'yishimiz mumkin. Ushbu hujjat ko'pincha jismoniy shaxslardan olinadigan arendalar, ya'ni ijaralar uchun to'langan to'lovning daromad solig'ini ushlab qolish uchun ishlatiladi. So'ngra data dohod qismida qaysi muddat uchun daromad solig'i ushlab qolinayotgan bo'lsa, o'sha muddat tanlab qo'yiladi. Месяц налогов perioди va period registratsiya qismi o'zi avtomatik ravishda shakllanadi. So'ngra kod dohodi qismiga o'tamiz. Показать все tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan daromad solig'i hisobotida aks etadigan soliq kodeksi bo'yicha o'zimizga kerakli moddani tanlab qo'yishimiz mumkin. Deylik arenda. So'ngra pastdagi summa dohod qismida jismoniy shaxslardan olinadigan arenda summasi kiritiladi. Agar ushbu daromad turi bo'yicha qanaqadir imtiyozlar bo'ladigan bo'lsa, quyida kod vechiti va summa vechit qismlari to'ldiriladi. Yana bir подбор tugmasini bosish orqali ishchi xodimni tanlab qo'yishimiz mumkin va ishchi xodim ma'lumotlarini to'ldirsak bo'ladi. So'ngra исчисление qismiga o'tamiz va заполнить tugmasini bosamiz. Заполнить tugmasini bossak, ishchi xodim uchun hisoblangan daromad solig'i summasini chiqarib beradi. So'ng удержание qismiga o'tamiz va заполнить tugmasini bosamiz. Заполнить tugmasini bossak, quyidagi ushlab qolinadigan summa chiqadi. So'ngra отражение va учета qismiga o'tamiz va ushbu qismda добавить tugmasini bosish orqali ishchi xodim ma'lumotlarini kiritishimiz mumkin yoki заполнить tugmasini bossak, o'zi avtomatik ravishda ishchi xodim ma'lumotlari chiqadi. So'ngra счет debit qismida arenda shotini tanlab qo'yishimiz mumkin. Shot kreditda esa daromad solig'i shotini tanlab qo'ysak bo'ladi. Endi esa subkonta qismiga o'tamiz va показать все tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan kerakli jismoniy shaxs tanlab qo'yiladi. So'ngra pastki maydonida esa показать все tugmasini bosib, ushbu shartnomalar ro'yxatidan o'zimizga kerakli shartnomani, arenda shartnomasini tanlab olishimiz mumkin. Qolgan ma'lumotlar o'zi avtomatik ravishda заполнить tugmasini bosganimizda chiqdi, summa va quyidagi period registratsiya va fizlitso qismlari. Ushbu ma'lumotlarni to'ldirganimizdan so'ng kommentariy qismida qanaqadir izohlarimiz bo'lsa yozib qoldirishimiz mumkin. So'ngra записать, провести, debit kredit tugmalarini bossak, quyidagicha buxgalteriya проводкalarini ko'rishimiz mumkin. So'ng провести закрыть tugmasini bosamiz, hujjat quyidagi ввод доходов и налогов NDFL удержанных у источника выплаты hujjatlar qatorida ko'rinadi. Ushbu jismoniy shaxsdan olinadigan arendani, ya'ni ijarani ko'rsatish uchun покупка menyusidagi поступление накладные bo'limiga kiriladi. So'ngra поступление tugmasi bosilib, quyidagi operatsiya turlaridan usluga operatsiya turi tanlab olinadi. Nomer qismi o'zi avtomatik ravishda shakllanadi, sana esa kompyuterning sanasi bilan bir xil sanada bo'ladi. Quyida akt qismida akt nomerini yozishimiz mumkin. Kontragent qismida показать все tugmasini bosib, arenda olingan jismoniy shaxs tanlab qo'yiladi. So'ngra do'g'or qismida o'zi avtomatik ravishda shartnomasi chiqadi. Yuqoridagi расчет qismida quyidagi giper havlani ustiga bossak, quyidagi oyna ochiladi va ochilgan oynada kontragent bilan qilinadigan hisob-kitob shotlari o'zi avtomatik ravishda chiqadi. Agar xohlasak, bu shotlarni qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. 69.10 va avansda esa 48.20. Okey. Agar ushbu shotlar quyidagi kontragent va quyidagi shartnoma uchun avtomatik ravishda chiqishini xohlasak, do'g'or qismiga o'tib, yuqoridagi shot расчет kontragentim giper havlasiga o'tiladi va sazda tugmasi bosilib, quyida shot расчет qismida 69.10 shoti tanlab qo'yiladi va shot avans qismida 48.20 shotini tanlab qo'yishimiz mumkin. So'ngra записать закрыть tugmasini bosamiz va pastki qismga o'tamiz. Pastki qismda добавить tugmasini bosib, показать все tugmasini bossak, quyidagi xizmat turlari chiqadi. Ushbu xizmat turlarining o'zimizga kerakli xizmat turi mavjud bo'lsa, o'shani tanlab qo'yamiz yoki sazda tugmasini bosish orqali arendani qo'shishimiz mumkin. So'ngra количество qismida miqdor yoziladi va cena qismida esa kontragent bilan qilingan ijara summasi yoziladi. Protsent indeks qismida bez indeks qo'yiladi va shot uchota qismida o'zimizga kerakli shotni tanlab qo'yishimiz mumkin. Ushbu hujjatni shakllantirganimizdan so'ng записать, провести, debit kredit tugmalarini bossak, quyidagicha buxgalteriya проводкalarini ko'rishimiz mumkin. So'ngra провести закрыть tugmasini bossak, hujjat quyidagi поступление hujjatlar qatorida ko'rinadi.